Mamlakatimiz tibbiyotidagi yangilanishlar, jabhalardagi ijobiy o'zgarishlar inson qadrining ulug'vorligini yana bir bor namoyon etmoqda. Qolaversa, bugun taraqqiyotning butunlay yangi bir bosqichiga qadam qo'ydik. Mavzuni ko'plab xorijiy davlatlardagi professor olimlar bilan hamkorlik qilib kelayotgan viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazi misolida davom ettiramiz. Bir asrlik tarixga ega Buxoro viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazida neyroxirurgiya yo'nalishida ham xalqaro hamkorlik o'z samarasini bermoqda. Ayniqsa so'nggi yillarda bo'yin, bel chorasi bilan murojaat qilayotgan bemorlar sonining ko'payganligi tizimda yangi izlanishlar olib borilishiga turtki bo'ldi. Buxoro davlat tibbiyot oliygohining neyroxirurgiya kafedrasi ham bu bo'limda joylashgan. Ma'lumki, 2019-yildan Turkiya Sog'liq bilimlari universiteti tibbiyot oliygohi bilan hamkorlikka asos solingan edi. Bizda neyroxirurgiya siklidan amaliyot darslarimiz o'tilyapti. Turkiyadan professor ustozlarimiz kelib darslarni o'tishyapti. Darslarimiz turk tilida bo'lyapti va o'sma kasalliklari amaliyotlariga kirib biz malakamizni oshiryapmiz. Turkiyalik mehmonlar markazdagi, jumladan neyroxirurgiya bo'limining tibbiyot xodimlari bilan hamkorlikda bir nechta operatsiyalarni muvaffaqiyatli bajardilar. Jarayonlar davomida bemorlar uchun yaratilgan qulayliklar va shifokorlarning ilmiy kasbiy salohiyatiga yuqori baho berildi. İstanbul'da Türkiye'nin en büyük hastanesi olan Bakırköy. Men Turkiyadagi Sog'liq bilimlari universiteti o'qituvchisiman. Istanbuldagi kasalxonada bo'lim mudiri vazifasida ham ishlayman. Bu yerga kelishdan asosiy maqsadimiz o'zbek talabalari bilan amaliyot o'tkazish, shifokorlar bilan esa hamkorlikda bu yerdagi bemorlarga yordam berishdir. Men o'zbekistonliklar bilan tajriba almashayotganimdan juda mamnunman. Sharoitlar va muhit menga juda yoqdi. Barchasi joyida. Bu yerdagi hamkasblarim ham tajriba almashish va aloqalarimizni yanada mustahkamlash uchun Turkiyaga taklif qilib qolaman. Biz bu yerda 2 hafta davomida bo'lamiz. Hozirgacha amalga oshirayotgan amaliyotlarimiz muvaffaqiyatli bo'ldi. Buxoro ertaknamo shahar ekan va bu yerga kelganimdan juda xursandman. Ta'lim muassasasi 3 dastur bo'yicha o'qitish ishlarini olib borib, amaliy va nazariy darslarda barcha moddiy texnik baza imkoniyati yaratilgan. Turkiyalik mutaxassislar o'z bilim va tajribalari bilan ham o'rtoqlashyapti. Tibbiyot markazi kafedrasi professor olimlari bu xorijiy hamkasblar bilan birga yangi texnologiyalar asosida jarrohlik amaliyotlarini o'tkazyaptilar. Davolashda demak biz zamonaviy usullardan hozir foydalanyapmiz. Demak lazer bilan yoki radiochistot ablyasiya bilan demak o'sha disk cho'ralarini kesmasdan kichkina igna bilan kirib demak o'sha disk cho'ralarini olib tashlayapmiz. Mana bu umurtqa pog'onasi bo'lsa va mana bu disk cho'rasi, disk. Demak biz mana shunday igna bilan kirib va demak o'sha apparatimiz bor, Cosmin degan apparat Amerikadan olingan. Demak o'sha bilan o'sha disk cho'rasini kuydirib, o'shadagi hajmini kichraytiramizda bemorda og'riq qoladi. Bu muolajamiz 5-6 minut davom etadi. Hech qanday narkozsiz, kesmasiz. 2 soatdan keyin bemor butunlay tuzalib, uyiga javob beriladi, qaytib ish faoliyatini boshlashi mumkin. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Buxoroda tibbiyot tizimida o'ziga xos tajriba to'plangan. Biz ulardan ayrimlari misolida to'xtalib o'tdik xolos. Bularning zamirida esa aholi salomatligini mustahkamlashdek muhim vazifa yotadi.